Jamshid aka. Dadajon. Guli. Hali erimga tegayotganmiding? Jamshid aka mendan o'tdi. Kechiring iltimos. Men sabab bo'ldi. Iltimos qayting. Uylanasiz deb o'ylamagandim. Iltimos kechiring. Uchrashuvda bergan va'dalaringiz esidan chiqdimi? O'shalarni oldinroq eslaganingda edi. Hozir bu yerda emas, uyimda bo'lardi. Erkak kishini g'ururi bilan o'ynashmagan. Lekin endi kech. Nimanidir tushungandirsan, lekin endi juda ham kech.